Bugungi asarimiz Ayaz G'ilajevning povesti Ateş mingan shiytanga. 3 soatda bu asarni o'qib chiqa olasiz. Ko'rinakli tatar prozaigi. Чон писал прозаик, что ли? Ishtalikni o'ng'aylarab anlash uchun aydagiz men uni sizga sxema bo'larak ko'rsatayım. Salahiddinning xotini Gulbika. Asar boshida Ateş mingan edi. Borasida derlik bir vaqtda. Hozir kerak kitob qirashimizga qo'ydik. Bu ikki g'aylaning sug'ishlari bir qachonda bitmas edi, agarda siz menga ishonasizmi? Bunday bir eshitganingiz bormi? Kommentariylarda yozg'ish. Bugunga shular, kelasi uchrashuvlarga qadar. А теперь получилось.